O'zbekistonda Me'roj kechasi 15-16 yanvar o'tar kechasida bo'lib o'tadi. Bu kechada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning amri bilan Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga olib boriladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. O'z bandasini bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga olib borgan zot barcha nuqsonlardan pokdir. Isro surasi 1-oyat. Aynan shu kechada payg'ambarimiz Buroq minovida 7 osmon uzra ko'tarilib, hech bir inson ko'rmagan ulug' mo'jizalarga guvoh bo'ladilar. Payg'ambarlar bilan uchrashadilar, jannat va dozoq manzaralarini ko'radilar. Aynan shu kechada namoz ummatga farz qilindi. Avvaliga 50 mahal bo'lgan namoz Muso alayhissalom nasihati bilan 5 mahalga tushirildi, ammo savobi 50 mahal bo'lib qolaverdi. Bu namozning Alloh huzuridagi naqadar ulug' ekanligini ko'rsatadi. Sahih hadislarga ko'ra, bu kechada maxsus majburiy ibodat yo'q, ammo nafl namozlari, Qur'on tilovati, zikr, salovat va duo bilan band bo'lish katta ajr keltiradi.